Qarizdan qo'llar Yaxshi. qo'yvordi ancha. Shu ozginani uyushishi bor hali. Mana işte biz nima dedik-ku. Ha, endi o'tkazilib qo'yib anaqa qilib yuboramiz. U ham yurishib ketadi. Xudoxonasi. Endi bugun 3-kunimi? 3-kun. 3-kunda ancha qo'yib yuborgan lekin. Oruvlaringiz a? Yo'q, olmayapti, yaxshi. Og'rimayapti? Bir-birini nima qilmasa, unchalik emas. Oldingidan yaxshi. His qilyapsizmi undor yengillashayotganini? Yo'q. Mana işte o'shalgina mana. Men bitta tochkada. Ha, o'sha. Mana mana shu tochkada turibdi. Mana bu nervni sekin qo'yib yuboradi, xo'p? Sekin ulchayni bo'ladi. O'sha 3-kunda ancha yaxshi lekin. Yakshanba kelmadimi? Ancha yaxshi. Tomonlash vasbalini kuchli. Tomon o'tganda zulub qo'yib yuborsak, ancha qonni yaxshi aylantirib olsak, o'shanda вообще zo'r sezasiz. Mana shu parafin nimaga ham suyak og'rigiga ham foyda beradi. Bekorga qo'ymayapmiz. Sharqin Sog' bo'ling.